Saqıdı bayan. Liu Xuande'nin hayatidagi fursatlarni ma'lum bir sana yig'inchoq qilsak, bir san bilan ifoda qilsak, 3 degan songa yig'inchoqlashib bo'ldi. Masalan, bu asarning o'zila 3 parchalik haqida qilsa, buning birisi Liu Bei, Shabdulluqda 3 qahramonning aktilishi, 3 qahramonning Liu bilan urushishi, haqiqiy 3 qatim ziyorat, Shujuni 3 qatim elish, Chibi urushidan keyin jonning 3dan 1ga ega bo'lish. Qaranglar, shuning uchun bu Liu Beining butkul hayotini 3 degan songa yana madam 3 madam deganga to'liq tushirdi Liu Xuande. Endi ilqma palsilish, yulduzlar qarab bir odamning xarakterini hukm qilish, 9 grafik u degandiki, buningdek bir narsaga qiziqadiganlar bilish mumkin. Odamning taqdiri kelgusini shundaq ma'lum bir sallar bilan ifoda qilish, shundaq ta'bir berish bor. Shundaqmi? Masalan, hammamizga tunishli Cristiano Ronaldo'ni hisob qilaylik. Cristiano Ronaldo deb bo'g'chi buning soni hammalar bilgan 7. Shundaqmi? Ammo bu Millionda Manchester klubida o'ynayotganda boshda 24 numar. Keyin 17 numurlik kiyimni kiygandan keyin xilli tunilish oldi keldi. Nurg'ullar shu 17dan kiygandan keyin bu Cristiano Ronaldo deb sizlikni yaxshi aldaydigan bir şavşallo deb biz bakaydi. Keyin 7 numurlik kiyimni kiygandan keyin bu haqiqiy bir cho'lpon, darajadan tashqari hammadan intilib turadigan, qiziqadigan bir cho'lponga aylandi. Endi uzoq o'tmay bu Manchester klubidan Xanjamatning Madrid klubiga yo'nalgan vaqtda eng dastlab 9 numurni kiygan. Bu vaqtda 7 numurlik kiyim Raul deb shunaqmi? Bu vaqtda Ronaldoga 9ni bergan. Shu vaqtning o'zida bu gap tarqalgan. Keyin bu yerga Raul endi bu yil chekingandan keyin 7 numurni Cristiano Ronaldoga bersa, ifodasi chuqur yaxshi o'tdi, burunqini etilib bitdi, u bu degan ancha yaxshi emas. Meni hozir tugaydi, hozir qishloqqa chiqay. Şimdi bu vaqtda boshda 9 numurni kiygan vaqtda Ronaldoning ifodasi haqiqatan ancha yaxshi ketgan. Biroq bu vaqtda Raul ketdi, 7 numurni Selo keldi, 9ga Benzema keldi. Shuning bilan Cristiano Ronaldo meyishi bilan qo'shsaqning birisi bo'lib, hamma odamning ko'zidan o't chiqaryapti. Shunaqo, buning keyingi hayotida CRC degan buning markasi, mayli davlat ko'mandasiga 7 numur kiyishi haqiqatan buning bir xos belgisi bo'lib qoldi. Bundaqda ba'zilar mali, rost taqdirga munosib shundaq san bo'lsa, sanni bilib olsam, men uyda jim 735 og'zimga tushib yozsam bo'lmamdi. Nim qilmay tirishib deyish mumkin. Albatta tirishimiz kerak. Yotqan uchirmas hech nima, mangan putlashar har nima debdi. Navada Liu Beimo shu o'zininki qumushligidan chiqmay, qumush terib bo'rsetib yurgan bo'lsa, jonning 3dan 1ga emas, shu qumushligining 3dan 1ga mo oran ig'ulalaydi. Guayu Jean-Philip'larmi balkim tunishamasdi. Navada Cristiano Ronaldo mo shundoq japalik mashq qilib butun vujudi bilan tirishmagan bo'lsa, ko'dingmi badanki muskulni qilmasa bugünkidek bir o'ringa chiqolmas o'g'aydi. Bundaq taqdirga shu qismatga tirishsak erisha olamiz. Demakchi bu yeri siningmi shundaq bir talay kuning vaqti soating bor. Ba'zida shu tirishgan vaqtning natija chiqmagan vaqtda aldirab voz kechmaslik kerak. Ya'ni bugun bo'lmasa bo'lmasa o'g'il siningmi shundaq bir soning va matamadan 3 matang qo'shilgan bir kuning va shu vaqtda muvaffaqiyat o'z kutib olmasini demakchi. Bundaqda qissa haqidagi bayonlarim su bo'yida qizlar vaqt jo'sh, hatto Marvel haqidagi paranglarim davomlashdi. Yoqtiradigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Balqal yaxshi yurganlarni qo'ymay bir qo'yinglar. Shunda hayotimizdagi fursatlarni, imkoniyatlarni tutib turishga Nureli Ablizning hayotimdagi 84 ming xil imkoniyat degan kitobni qattiq yeni bir tavsiya qilmay, uçvanga kirib qo'ydim. Uyg'ur tilidagi qismi, davlat tilidagi qismi bor. Yoqtiradigan do'stlar kirib ketib olsanglar bo'ldi. Rahmat.